biopsiya oldirgan, umidsizlikka tushgan, o'zini depressiya, stresslar bo'lgan va bolasini ukasini urug'idan ektirib ko'rgan. Ya'ni urug' o'ziniki emas, ukasiniki bo'lgan. Qabulimga shunaqa bemor keldiki, ushbu bemorda 24 yillik bepushtlik. Bemorda anamnez yiqqanda menda farzandim bor dedi. Men hayron bo'lib qoldim-da. Sizda men bilamanki, u odamda urug' chiqmasligini fan tomonidan, ilm tomonidan, o'zim tajribam tomonidan. Lekin ushbu insonning farzandi bor. Keyin surishtirib bilsam, bu o'zini ukasini urug'ini o'zini turmush o'rtog'iga chashtirgan. Uni hatto kelin ham bilmaydi. Boshqa xonaga kirgan, sperma chashtirgan, ushbu farzand meniki degan. Endi buni eshitib men shunaqangi depressiyaga tushdim. Keyin aka bilan anamnez yig'ib aytdimki, sizda imkoniyatingiz bor-ku, o'zingizning tuxumingizdan, ya'ni moyagingizdan urug' izlasak chiqsa, o'sha urug'dan farzandli bo'la olasiz-ku, shu paytda sizga hech kim indamaganmi dedim. Yo'q dedi, Qirg'iziston Respublikasini juda ko'p joylarga borgan, ikkita yerda moyagidan biopsiya oldirgan. Oldirganda urug'ga aylanuvchi hujayra bor, lekin senda imkoniyat yo'q deyishgan. To'g'ri. Bizi misol O'zbekistonda ham eko yo'nalishi shu yaqin 6, 7, 8 yil ichida yana ham takomillashib va tajribalar bilan yaxshi rezultatlarga erishilmoqda. Endi Qirg'iziston Respublikasida bu narsa endi boshlanmoqda. U inson qildirgan paytda 15 yil oldin bu narsa takomillashishi qiyin. Diagnoz qo'yish uchun oddiy mikroskoplardan, oddiy elementlardan foydalangan. Ya'ni elementar materiallardan. Hozirda bu diagnoz qo'yishga juda ham ko'p murakkab elementlar, murakkab mikroskoplarda diagnoz qo'yamiz biz ham. Aytmoqchimanki, bu bepushtlikning eng og'ir darajasi azospermiyani o'zi ikki xil turi bo'ladi. Asosan obstruktivniy va noobstruktivniy. Bu nima degani? Azospermiyada urug' yo'llari yopilib qolib million spermatozoid bo'lsa, bu obstruktivniy. Noobstruktivniyda moyak bor, lekin moyakda hajmi kichkina yoki gormonlar ko'tarilib ketgan. Ushbu holatda noobstruktivniy azospermiyada chiqish ehtimoli, shansi past bo'ladi. Chunki buni o'ziga yarasha yo'nalishlari bor. Kelinglar bugun ushbu azospermiyani sizlarga qisma-qism bo'lib tushuntirib beraman. Ungacha albatta menga obuna bo'lib qo'yib, farzandsizlikdan aziyat chekayotgan yaqinlaringizga ushbu videoni ulashib qo'ying, albatta manfaatli bo'ladi. Noobstruktivniy azospermiya keladigan bo'lsak, bu urug' yo'llari yoshligida velosipeddan yiqilishi tufayli yoki ko'chada to'p tepib yoki urishib yoki tug'ma urug' yo'llari yo'q bo'lishi ham mumkin. Bu noobstruktivniy azospermiya turlarini biz ko'ramiz. Analizlar qilganimizda, UZI tekshiruv qilganimizda, spermogramma tahlillariga qaraganimizda solishtirmalar bo'ladi. Spermada urug' 0 chiqadi. Lekin gormonlar muvozanati normada bo'ladi. Asosan qaysi gormonlar bilan bilsa bo'ladi bu narsani deyshadi. Asosan bizga kerak bo'ladigan 5 ta gormon kerak bo'ladi. Testosteronni общий va свободныйsi. Prolaktin, FSG va LG degan gormonlarimiz bor. Bosh miyadan buni boshqaradi va moyakda testosteron ishlab chiqariladi. Ushbu gormonlar normal holatda tursa, moyaklar hajmi hozirgi adabiyotlarda 13-15 sm3 berilayotgan bo'lsa, ushbu holatda moyagingiz razmeri ham normal holat bo'lsa, sizda obstruktivniy azospermiyaga podozreniya qilinadi va hayotingizni boshlangan davridan ota-onangiz bilan birgalikda travmalar yetganmi, yetmaganmi, shu yo'nalishlardan savol-javoblardan keyin bu aniqlanadi. Endi hozirgi kunda qabulimizga kelayotgan yosh oilalardan yoki yoshi katta oilalardan tajribamizda bo'layotgan narsa bu: qayerda lecheniya qiladi, azospermiyada nima qiladi, varikatsiyalikda operatsiya qilsa urug' chiqib qoladi tabiiy deyish xato. Bu paytda siz birinchi qildiradigan ishingiz to'g'ri mutaxassis tanlashingiz. Keyin ushbu jarrohlik amaliyotini o'tkazish kerak. Bu jarrohlik amaliyoti qaysi? Teze va mikroteze yoki meze amaliyotlari. Buni farqi nimada deyshadi? Tezeda bu moyak deb tasavvur qiling. Bu moyak. Ya'ni bu yerda tezeda 1, 2, 3, 4 ta tochkadan olinadi bo'ldi. Mikrotezeda moyakda ochilinadi ikkiga qarab turib, buning ichidan urug'i chiqishi ehtimoli bo'lgan tugullar. Ya'ni urug' yo'llarini izlab turib, ushbu joydan namuna olinadi va mikroskopda ko'rilganda urug'lar chiqsa, endi ushbu oilada ham Eko XC orqali shansi bo'ladi. Lekin bunda ham spermatozoidlar morfologiyasiga baho beriladi. Oilalarning yoshiga ham e'tibor beriladi eko o'xshashligi uchun. Hozir yaqinda 3 oylik yangi turmush qilgan oilada bitta bola keldi. 3 oy ichida natija bo'lmadi menda dedi.
Lekin aka urug' 0. Videolarni ko'rib keldim. Uje uni yechim yo'ligini bilib tushundim. Izlandim, videolar ko'rdim. Demak, menda ham xuddi shunaqa deb turib, shunday o'zi keldida biz u bolada teziya amaliyotida zo'r urug'lar topdik. Ushbu bola o'zi to'g'ri tushundi, ota-onasi to'g'ri tushundi, kelin ham to'g'ri tushundi. Nimaga? Ko'p holatlarda uzoq yillik yashamoqchi bo'lgan oilalarda farzand bo'lmasa, oilalar ajrim bo'ladi. Turmush ajraydi va ikkinchi, uchinchi turmushi ham ajrab, oxiri haligi o'zbekchilikda aytadi-yu, pichoq sopiga qadali deydi-yu. Shu paytda biz oldimizga keladi, shuni qildiraman deb. Sizda yoshingiz o'tgan sari urug' chiqish ehtimol pasayadi, gormonal muvozanat ko'tarilib ketadi. Shuning uchun bemorlarga aytamiz, sizda bepushtlikning og'ir darajasimi, azospermiyami, qabulga keling, ko'rining va sifatli yechim toping. Aytmoqchimanki, sizni yaqinlaringizda shunaqa eshitgan bo'lsangiz yoki do'stlaringizda farzandsizlikdan aziyat chekayotgan bo'lsa, qo'ldan yetalab olib keling. Siz u uchun savob ish qilgan bo'lasiz. Chunki yillar davomida varikotseliyadan operatsiya qildirdim, tuxumdan kista oldirdim, urug' paydo bo'lib qoladi deyshadi. Lekin bunda haligi aytadi-yu, bordan yo'q qilib qo'ya olmaydi, yo'qdan bor ham qilib qo'ya olmaydi. Bori bor bo'ladi. Ya'ni tagida ildiz bormi, yo'qmi bilish kerak. Ildiz nima? Spermatozoid. Spermatozoid bo'lsa, albatta siz ham o'z pushti kamaringizdan farzandli bo'lasiz. Qabulga kelayotgan bemorlar ko'pchiligi aytadi, qo'rqadi operatsiyadan. Operatsiyani ikki xil tarzda o'tkazsak bo'ladi. Mahalliy og'riqsizlantirishda va spinal anesteziya deymiz, shu belni pastki qismini og'riqsizlantirish bilan va kechga yaqin bemalol uyga ketadi. Qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar, Qirg'izistonmi, Tojikistonmi, Qozog'istonmi, O'zbekistonda qaysi viloyatda bo'lsa ham bemalol o'z oyog'i bilan yurib chiqib ketadi. Hech qanday og'riq bo'lmaydi, travmalar kam bo'ladi. Yana chandiqni so'rashadi, qayerdan bo'ladi? Yorug'ida o'zidan, yorug' xaltasidan bo'ladi, 2-2,5 sm gacha kesma bo'ladi. Ushbu kesma chandig'i bilinmay ham ketadi. Bundan qo'rqmang. Boshqa bemorlar endi yana kelayotgan bemorlar aytadi, siz davolab bering, doktor deydi. Men 10 yil, 20 yil, $10,000, $20,000, $50,000 pul sarflasam ham undan urug' paydo qilib qo'ya olmayman. Shunga ochiq aytaman. Hozir ochiq muloqot qilyapman sizlar bilan. Shuning uchun sizda urug' yo'qmi? Ildizini ko'rish kerak, operatsiya qilishga ochish kerak. Hozirgi tadqiqotlarda ham oxirgi natijalarda, yaqinda borib kelgan konferensiyamda ham buni aytib o'tishdi. Sen ochasan, ko'rasan, bormi, yo'qmi? Undan keyin darsi nima ish qilishingni bilasan. Endi aytishadi, operatsiya qildim, urug' chiqmasa nima bo'ladi deyshadi. Bunda gistologiya ko'rish kerak. Ya'ni Johnson shkalasi bo'yicha baholanadi. 5 dan yuqori bo'lsa, ushbu bemorda ham yana imkoniyat bor degani. Buni hozir sizga videoda manaqa desam, ilm tomonidan tushunmaysiz. Agar sizda muammo bo'lsa, keling, buni bartaraf qilamiz. Ushbu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, hoziroq like bosib, kommentariyada o'z fikringizni bildirib qo'ying.